Sizga yordam taklif qilishning to'g'ri usuli qanday? Qanday holatlarda bu noo'rin bo'lishi mumkin? Agar u qiyin vaziyatda bo'lsam, masalan, qayergadir bormoqchi bo'lgan bo'lsam, agar yordam taklif qilsa, agar oldimda hech kim bo'lmasa, sherigim bo'lmasa yoki oila a'zolarimdan birontasi bo'lmasa, xo'p deyman. Odamlar sizga achinish yoki ortiqcha e'tibor bilan qaraganda qanday his qilasiz? Endi achinish hissi bilan gapirsa, baribir boshqacha bo'laveraman. Xafa bo'lish hissi bo'ladi menda baribir. Endi to'g'ri, ko'zim ko'rmagan bilan, lekin boshqa taraflama Xudoga shukr, hamma joyim soppa-sog' yurishi, oyog'im yuradi, yuragim urib turibdi. Shu bo'yicha agar kimdir achinish hissi bilan qarasa, albatta men biroz ranjiyman. Sizga tashqarida harakatlanishda qanday yordam berish kerak? Juda ko'p holatlarda o'zim tarixchi bo'lganim uchun tarixiy maskanlarga tashrif buyuraman. Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qosimshayx masjidi. Mana shu tarixiy obyektlarga tashrif buyurish chog'ida juda ko'p to'siqlarga duch kelishimga to'g'ri keladi, zinalarga masalan. Yoki transportda harakatlanayotgan paytimda, transportga chiqayotgan paytimda uni zinalari bo'ladi. O'sha paytda menga to'siq bor, zina bor deb aytsa, o'shanga qarab to'g'ri harakatlana olaman. U ancha yordam bo'ladi bu. Ko'zi ojiz insonlar uchun muhim bo'lgan odob qoidalari bormi? Muhim bo'lgan odob qoidasi birinchi o'rinda muomala madaniyat. Muomala madaniyat bo'lsa, qolgani bo'laveradi. Ko'rib turibsizmi, mana bu yerni ko'ring kabi iboralar sizni ranjitadimi? Albatta ranjitadi. Endi ko'z ko'rmagandan keyin masalan, ko'p tashkilotlarga borgan paytim bitta qarab oling deydi. Ko'ryapsizmi deydi. Keyin aytaman-da, aka men ko'zim ko'rmasin, men ko'raman deyman. Yoki ko'pincha mendan so'ray, futbolni ko'rdingizmi deydi. Ha, eshitdim deyman. O'sha paytda ko'rdingizmi emas, ko'proq eshitdingizmi yoki o'sha narsani his qildingizmi yoki sezdingizmi desa, to'g'riroq bo'lardi. Sizga yangi joylarni tasvirlab berishning eng qulay usuli qanday? Og'zaki aytsa, o'zi tasavvurimda o'sha narsani shakli shamoyili gavdalanadi. Masalan, muzeyga borgan paytim bir eksponatni tanishtirmoqchi menga. Shakli shunday, masalan, uzun, to'rtburchak, yirikroq desa, rangini aytsa, qora yo oq. O'sha rangini aytib, og'zaki tarzda tushuntirsa, men tushunaman. Tasavvurimda o'sha narsa gavdalanadi haqiqatan. Jamoat joylarida yoki do'konlarda xizmat ko'rsatish sifati sizga qanchalik mos keladi? Aksariyat hollarda men do'konlarga borgan paytim o'sha mahsulotni sifatini menga tushuntiradi, albatta muomala bilan, yaxshi gap bilan tushuntiradi. Xizmat ko'rsatishi yaxshi joyida. Endi hozirgacha qo'pollik qilinish holatlariga hali duch kelmadim-da, to'g'risi. Siz uchun eng qulay aloqa usullari qanday? Men uchun eng qulay aloqa usullari bu birinchi o'rinda telefon, keyin internet. Internetdan bari foydalanaman o'zim uchun qiziqarli ma'lumotlarni tinglash uchun. Sizningcha nogironligi bor insonlar haqida ommaviy axborot vositalari qanday fikr uyg'otmoqda? Bu to'g'ri aks ettirilganmi? Hozirgi vaqtda prezidentimizni o'tkazgan video selektor yig'ilishlaridan keyin nogironligi bo'lgan shaxslarning hayoti, faoliyati, qiziqishlari haqida turli xildagi videoroliklar, ko'rsatuvlar, filmlar olinyapti. Bundan juda ham xursandman. Albatta taklif qilardimki, shu nogironligi bo'lgan shaxslarni hayot faoliyati haqidagi ko'rsatuvlar yanada kengaysa. O'zbekistonda nogironligi bor insonlar uchun eng muhim muammolar qanday hal etilishi kerak? Nogironligi bo'lgan shaxslardan berilayotgan imkoniyat, imtiyozlarning aksariyatidan men foydalanib bo'ldim-da. Ta'lim olyapman birinchi o'rinda. Uyli bo'ldim, uy berildi. Ishga kirdim, sayyohlik maskanlariga olib borishyapti, Xudoga shukr. Tibbiy xizmatlardan ham foydalanyapman. Hammasi bepul, shifokorlar muomalalari hammasi yaxshi. Endi xohlardimki, ko'zi ojiz talabalar bo'ladi-ku, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan. Mana shu talabalarga Braille yozuvidagi adabiyotlar, shu darsliklarni ko'proq nashr qilsa yaxshi bo'lardi.